Ya. Endi yo'q qilib qopti. Короче, ko'rsatib turay. Barchaga salom. Короче, sizlar men Husanboy. Minecraft bizning yangigina videomizga xush kelibdi. Короче, videoni sirasiga qo'rqmam bilmasdan va sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman albatta. Va mana buni ko'ryapsizlarmi bolalar? Вообще cho'tkimi bo'lib qaranglar вообще. Ishonuvli. Короче, bugun 29-ya'ni yanvar deyman-da, dekabr. O'shunga qaranglar, juda ham katta qorbobo yesadim, ko'ryapsizlar. Bunga 2 kun vaqtim ketdi-yu. Ya'ni 1 kun, 2 kun emas endi, 1 kun. 1 kun vaqtim ketdi o'zi ham bo'lib. Uyutaman kech kesadim bo'lib. Va mana eshigi va ichi hozircha bo'sh. Men yerni voy, mayli. Biz baribir bu narsalar qilamiz. Men yer bilmasdan buzorman. Короче, ikkinchi etaji ham bor bu yerda. Qor mana. Bo'lib ko'ryapsizlar mana. Chotki, mana 3-etaji ham bor, etaji. Xo'sh, chotkimi bo'lib. Endi bu yoqqa maqsad nima deb o'ylayotgan bo'lsangiz, короче, yangi yilga shu yerda yangi yilni kutmoqchiman. O'shunga, ya'ni shu yerga o'zimning kichkinagina bazachamni quraman ichida. Ko'rsatdim ichini o'shunga. Va bizda bugun qor yog'yapti bolalar, mazami. Aynan vaqtida qor yog'ib qoldi. Bo'pti, короче, aytgancha uning uchun bizga instrumentlar kerak bo'ladi. Bo'lmasam instrumentlar olgani ketdim. Bo'ldi. Xo'sh, yopamiz. Bola короче, hozir nima qilayotgan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, nima qilyapti bu deb o'ylayotgan bo'lsangiz, короче, hozir men o'zimga mebellarni olib oldim, короче, o'zimga kerakli narsa. Xo'sh, hozir biz mana bu joyga, mana ko'ryapsizmi, bu yomon surmigan. Mana tepaga qisa shunaqasini oldim. Mana bularni hozircha mandayroq qo'yib turamiz. Короче, hozircha shu yerga biz короче shu yerda yashaymiz. Shunga mayli, cho'ta bug bo'lyapti va bu pastkisiga mana bundan qo'yib chiqamiz. Tepalariga mana bundan qo'yib chiqamiz. Shunday qilib va bu bo'lmon ko'ringlar. Sal g'alatiroq anglaymikan. Короче, shunday qilamiz va короче bitta zo'r ideya keldi. 3 gacha sanagandan keyin mayat polni bitib qoladi. 1 2 3. Tadan butdi. Короче tagiga bir narsa qo'yishimiz kerak va menda zo'r ideya bor. Bizga albatta mana bu jun kerak, qo'ydi juni. O'shunga atay qo'ydi junini oldim. Qarorcha hozir mana buni buzamiz, to'rtburchak qilamiz ya'ni. Hozir mana bunday va hozir tagini olib chiqarik bo'lni. Xo'sh, mana va mana bu короче, bola nimaga meni oxirigacha qilmading deyotgan bo'lsanglar, короче, erikdi. O'shunga shu yoqqacha bo'laversa kerak menimcha. Bo'laversa, короче, bo'laveradi nima bo'lsa. Хорошо. Mana yana bo'ldi. Endi mana tushunmayotganlar uchun mana qilib mana hop. Короче, buni ham bitib olay, keyin yana boshlaymiz. Mana bola butdik, mana nihoyat bo'l. Aytgancha men yer bir joyga ham qolib ketibdi. Mana bu joyini ham esimdan chiqib qolibdi. Короче, mana hop va mayqa oq, bu yoqqa qora. Qizil degan adashmaydi. Bu bollar ham chiroyli, qarang, o'zi ham chiroyli. Dud. Endi bizga bitta pechka kerak bo'ladi. Xo'sh, pechka qanday yasasak bo'ladi bizda? Gulxanga mana bu bor ekan. Xo'sh, короче, bunday qilsak bo'ladi. Gulxonni bunday yoqib qo'ysak, хорошо, va mana bunday yoqamiz. U cho'tki va mana bunday
Mana bunday. Yo'q, bo'lmayapti-da. Shunaqa qilib qo'yaylik. Va bu yerdan quritib ketadi. Uncha normalniy. Yana bitta mana bu stol ham bor. Bu stol esa bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Hoppa, mana o'tirib olib, isinib o'tiramiz o'zi ham bor. O'zi ham zo'rda. Va pechka, mana bu pechkalarni ham olib qo'yamiz. Hoppa, chiroyliroq turadi. Хорошо. Yu. Bu yoqqa qilmash kerak edi. Hozir men o'zimga kirkapga ham olib keldim va endi mana olamiz. Qarachi, nima qilmoqchi bo'lyapsan deb so'rayotgan bo'lsanglar. Qarachi, mana qo'qorli cho'tki turadimi? Shu yoqqa qo'ysa. Va ustiga yana bitta. Va adashib deyapman. Hoppa, bo'ldi. Va bizga paypoqlar ham bor ekan. Bitta paypoq bor ekan. Ustiga bundan ilib qo'yamiz. Hoppa. Cho'tki. Qaranglar, shiralari ham bor ichida. Hozir va bizda ikkita divan ham bor ekan. Divanni menimcha shu yoqqa qo'ysak cho'tki turadi. Topdiringlar. Yo'q, bu yoqqa olmaydi. Orqasiga yana bir narsa ham qo'yishimiz kerak. Shkaf ham bor ekan, qaqras. Buni shunday qo'ysak yarashadi. Mana va bu yoqqa shkaflar. Yo'q, bo'lmadi. Qana qo'ysak bo'ladi. Shunaqa qo'ysam, yo'q, bo'lmay qolyapti. Mayli, nima bo'lsa ham, yo'q, bo'lmay qoldi, yo'q. Qarali, ichida to'ldi kitoblar. Mana bu yoqqa ham bitta bo'lib qolamiz. Хорошо, cho'tki turdi bola. Va bizda mana bu ham bor ekan aytgancha. Voy, televizor ham olib kelishim kerak ekan. Qarochi, bu televizor ko'radigan joy bo'ladi. Hop. Qaqras o'zimga yarasha qora rangda oldim. Va u mana qaqras bu nima qilib qo'ysam ekan? Xo'sh, nima qilsak bo'lar ekan? Televizor qo'ygani nima qilamiz? Mana shkaflar ham bor ekan menda. Mana buni ham olamiz. Mana yerda yana shkaflar bor ekan. Bizda soat ham bor ekan. Ha, bo'ldi. Esladim, mana buni mana qolamiz. Mayli, shuni ko'p ko'raylik. Hop, va yaxshi turmadi. Mana bunday qo'yaylik. Adashib ketdim, mayli. Xo'sh, buni irib qo'ysak. Mana Rashu buni bo'ldi, oshiqcha qolib qoldi. Va bularni bu yoqqa cho'tki turdi. Buni nima qilamiz? Mana yoqqa qo'yib qo'yamiz. Cho'tki. Va stol. Endi dars qilgani kerak bo'ladi-yu baribir. Yana bitta oshib qopti. Nima qilsak bo'ladi buni? Mana yoqqa qo'yib ko'ramiz-da. Хорошо, mana buni bunday qo'yamiz. Yo'q, cho'tki turmadi, bitta xato bo'lib qoldi. Shuni olamiz va buni qo'yamiz. Mana qo'yib qo'ysak, yaxshi bo'lmayapti-da. Bo'ldi, o'sha yo'qolib ham ketdi. Mana bunday qo'yib qo'ysak, u cho'tki. Va oldiga mana buni qo'yib qo'ysak. Shu yerda chichyapman-da. Mana bu yoqqa sovuq qo'yib qo'ysammikin? Men qo'yib bo'lmaydi ekan baribir. Davay shu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Ichini qo'yib qo'ysalar. Yo'q. Shu yoqqa qo'yib qo'ygan yaxshiroq. Yo'q. Qo'yib bo'ladimi o'zi buni? Yo'q, bo'lmaydi ekan. So'qqamiz bo'lmasa. Cho'tki turadi bolalar. Soat qaqras kerak. Mana bularni yo'qotib turamiz shekilli. Bittasini yo'qotib turamiz shekilli. Hop, yo'q. Boltani buzaymi? Mana. Va
U mana soatda ham ko'rsatyapti. Bola korotchi ozgina og'rib qoldim, o'shanga doshimga e'tibor bermaysizlar. Xo'sh, korotchi mana buni ham buzib tashlaylik. Menimcha bu yer bo'lmaydi. Bularni hammasini mana bu joyga qo'yamiz. Sal aytdim og'rib qoldim deb. Yo'q, bu yerga ham bo'lmaydi ekan. U qaqras bo'lma, yer bo'sh bo'lib turibdi. Shu yoqqa qo'yib tashlaylik. Ana bo'ldi korotchi. Xo'sh, yana nima qoldi bizda? Ozgina shkaf va mana kofe ichgan zo'r turadi. Mana turaman, kofeni ichaman, ketaman. U mazza-yu. Bizda yana shkaflar ham qolibdi. Shkaflar shu qo'ysam qanaqa turar ekan? Eshik yopilib qolar ekan faqat. Bo'lmay qolar ekanda. Mana bularni bari olaman ya. Baribir oldim shularni. Bu mana shkaf yoki mana buni qo'ysam yana. Shuni ham bitta qo'yib beraylik aytdi. Ikkosidan bittasini qo'yib beramiz. Hop. Ayo, bu kitoblar menda shuncha-yu. Mana bunday qo'yib qo'yamiz. Hop mana. Ichina so'zlanib. Hamma ochilmar ekan zato. Bu bo'lsa ham bolalar. Xo'sh. Chotki mana bo'lar. Xo'sh, yana boshqa hech narsa qolmadi menda. Korotchi, birinchi etajga mana ko'rganinglardek shularni qo'yib chiqdim va mana bu joyda uxlayman. Bu yerda soat, bu yerda ichaman, bu yerda kitoblar, mana bu yerdalarda ham kitoblar, bu yerda o'sha kitoblarni o'qib o'tiraman, bu yerda isinaman. Bu yerda esa televizor ko'rishim kerak edi, lekin televizor esdan chiqib qolibdi. Televizorni ham olib kelamiz. Bo'lmasam korotchi mana endi ikkinchi etajni ham quramiz. Chotki qurishimiz kerak, mana qaraylik. Ikkinchi etaj ham juda ham katta, o'tali katta emas, lekin normalniy katta edi. O'zimiz normalniy qurishimiz kerak, shuning uchun ham. Xo'sh, korotchi, bu yerni, ya'ni topib ko'rsataman. Bu yer nima qilmoqchisan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, korotchi, bu yer gamerxona qilmoqchiman. Ya'ni videolarni olaman, Bedwars o'ynayman, Minecraft o'ynayman. Shunga o'sha yerda gamerxona qilmoqchiman. Ya'ni streamxona. Menga juda ham orzularim, o'sha streamxona qilish juda ham orzuyim edi. Endi yana instrumentlar olgani ketdik. Bolam mana nihoyat tayyor. Korotchi, nimaga buni yana oddiy manaqa qilib qo'yding deb aytgan bo'lsanglar, korotchi bolam, bu yerga uncha yarashmaydigan taxta, qora taxta. Shunga shunaqa qilib qo'yaverdim va endi biz gamerxona qilishni boshladik. Va bu oddiy gamerxona bo'lmaydi albatta, axir bizda qish bo'lsa, yaqinda 1-yanvar bo'ladi, 31-dekabr bo'ladi. Shunga tayyorlanyapman-da. Korotchi, buni nimaga qilgan debsizlar, deyotgan bo'lsanglar, korotchi. Mana bu kompyuterni qo'yamiz va ochamiz. Ko'ryapsizlar, chotki va bizda sovg'a ham bor. Sovg'ani hozircha qo'yib qo'yamiz. Mana yoqqa chiroyli turibdi. Yana sovg'a oldim aytgancha. Qo'shnim bergandi va bu yerga Wi-Fi yaxshiroq ishlash uchun yoniga qo'yamiz. Printer. Hozir printerni ham yoniga qo'yamiz. Printer bironta narsa ishlaganimizda kerak bo'ladi va stol. Albatta stol kerak bo'ladi. Va bizda yo'lka ham bor albatta. Shuni aytish esimdan chiqib qoldi, korotchi. Yo'lkani qayerga qo'ysa bo'ladi? Shu yoqqa qo'yadimi? Yo'q. Uncha yaxshi turmayapti-da, bu yer joy yo'q. Mana bu joyga qo'ysak normal turadi. Normal. Sal kichikroq kamerxona bo'liyor. Mayli, bo'laveradi menimcha. Mana aytgancha bizda manaqa ham bor. Ya'ni bular men nimaga zakaz qilding deyotgan bo'lsak, bo'lim qaranglar. Ya'ni ko'rib qolgandim shunaqalarni. O'shanga zakaz qildim qaranglar bo'lib. Chotki burnini qaranglar. Savizini qaranglar, savizlarini qaranglar. Uncha uzun. Buni ko'ryapsizlarmi? Chotki rosa komodga zakaz qildim, ishonaveringlar. Korotchi, menimcha gamerxonamiz ham bitdi. Endi keyingisiga ham o'tsak bo'laveradi. To'g'rimi bolalar? Korotchi, hozir mana gamerxona.
Mana bu yerda o'tiraman. Hoppa. Yu qaranglar. Vau! Mazza yu. Oh, mazza. Hop, короче, kamerxona, bu yerda printer, bu yerda Wi-Fi, sog'lom atak qo'yib qo'ydim va endi ikkinchi stajga o'tsak ham bo'laveradi, adashib ketyapman. Mana bu nima turibdi? Adashib qo'yibman shekilli. Короче, ikkinchi stajga ham o'tsak bo'ladi. Nima qilamiz ikkinchi stajda deb so'rayapsizlarmi? Bu stajda biz albatta mehmonxona qilamiz-da, oddiy mehmonxona. Menimcha normal chiqadi. Xo'sh, yana instrumentlar olib kelamiz sizga. Opa, chutki. Bola menimcha aniq bu qishda juda ham mazza kun bo'ladi. Bu yilgi qish juda ham. Короче, instrumentlarni ham olib keldim. Mana bu esimdan chiqib qopti, qo'yib ketish. Aytgancha buni atay olgandim aytgancha. Ha, bo'ldi, esladim. Xo'sh, mana bu yerni buzib chiqamiz. Mana bu yerga. Хорошо, menimcha yetmasdi ham baribir. Blok. Gapirib charchab ketdim. Va biz juda ham katta etobda. Mana bu joyi musor soladigan va bu yerga pechka qo'yib qo'ydim atay. Pechka olib keldim. Va mana bu joyi juda ham katta mehmonxona. Хорошо. Mana va mana bo'ldi. Juda ham katta emas, zato bor. Mana bular joyiga kelib qo'yapti-da. Olib tashlasammi? Mayli, olib tashlayveraylik. Buni boshqa qo'yamiz. Endi mana bularni ham buzib chiqish kerak. Ular qarasam mo'ysal holat turib ketyapti. Mana bu yerga. Mana bular choy ichasan shu yerda o'tirib, choy ichadigan joy. Хорошо, cho'tki chiqdi menimcha va mana bularni qaychi ber mehmonxona. Bola uzr, lekin shulardan iborat edi. Va mana bular tushib ketibdi. Olib qo'yaylik. Yomon bo'lib turmasin. Uncha cho'tki chiqmagan bo'lsa ham, zato yashasa bo'ladi menimcha. Mayli, buni maya qo'yib qo'yamiz. Musorkani esa mana burchaga qo'yib qo'ysak ham yetadi. Keyin musorlarni mana bu musorlarni tashlaylik. Mana bu bo'ldi. Oson ekan, mana bunday qilasan. So'zsan va mana buni bossang o'zi yo'q bo'lib ketar ekan. Bo'ldi, mana bular ham uncha kerak emas menga. Bolalar, короче, video shu yerda tugadi, bolalar. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr, bolalar. Video yoqqan bo'lsa obuna va like bosib qo'yinglar. Yana bir marta ko'rsatib o'tib ketay. Qaranglar, voy katta chutki bo'ldi, ko'ryapsiz. Mana buni tepasidan ko'rsa chutki turadi. Chutki ko'rinadi. Bitta ko'rib qo'yaylik. Voshchi chutki. Bo'l qarang. Shuncha mehnatlarimga bo'l like va obuna qo'ymasanglar bo'lmaydi. Qaranglar, voshchi. Shuni qilishimga juda ham ko'p vaqt ketdi. Iltimos like va obuna qo'yinglar. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr.